Bugun yana bir katta nom, yana bir katta brend futbolchiga aylanib ulgurgan Luka Modric o'zining sevimli jamoasi, o'zining ikkinchi uyi bo'lib qolgan Real Madrid klubidan ketishini e'lon qildi. Barchangiz eshitgan bo'lsangiz kerak, o'zi yozib o'tgan xatlarida Ramos Farruh tarjima qilib berdi. Juda ham chiroyli holda. Juda ta'sirlandim. Hattoki Luka Modric, Kevin De Bruyne'dan ham klubga kattaroq narsa bera oldi deb o'ylayman. 2012-yilda Real Madridga kelgan, deyarli barcha sovrinlarni yutgan, hattoki oltin to'pni ham yutgan, The Best, Yevropaning eng yaxshi o'yinchisi, ketma-ket sovrinlar va bu ham aql markazi edi. Nima deymiz, Luka Modricga ham keyingi faoliyatda omad tilaymiz.